Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga xayrli kun. Yana bir marta mana ertalabki savdomizdan keyin bizda nima bo'ldi? Ertalabki savdomizdan keyin o'zi hozir 15 minutlik o'tadigan bo'lsam, bizda juda ham chiroyli vaziyat bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Sell-side liquidity zonamiz oldi. Mana hozir olyapti va bizda endi qaytish bo'ladi. Muvozanat nuqtasini shakllantiradi. Bozor bizga hech yo'g'i 50% atrofiga bozor qaytib berishi kerak orqaga. Ko'radigan bo'lsak, mana bu zona bo'lyapti. Bizda mana ichki sell-side tek nuqtamizga kelib berish ehtimoli bor hozir. Juda chiroyli narxda holatda turibdi. Mana shu zonagacha bizda kelib berish ehtimoli juda yuqori. Va biz bu yerda yana bir marta short pozitsiyaga kiramiz, buy pozitsiyaga kiramiz. Hop. 1 minutlik o'taman. Ko'rishingiz mumkin, o'zi mana bizda yaxshigina narx qaytish boshlandi. Va men bu yerda kichkinaroq lotda kiraman, boshlanishiga 5 lotda. Order filled. Sababi hali narximiz hozir sell-side liquidityda o'zini hisobiga holatiga kiryapti. 15 sekundlik o'tib turib ko'ramiz. Narx bizda market shift holatini o'tayotgandan keyin yana bir 5 lot qo'shamiz. Hop. Mana bu biz sell-side liquidity liniyamiz. Ko'ryapmiz, narximiz 1 marta, 2 marta keldi va u yerdan urib qaytyapti. Hozir bizda mana bu holat, mana bu zonani yopib olgandan keyin, biz narx tepasiga o'tgandan keyin market shift shakllantiradi bu yerda. Va bozorimiz mana bu zonadan keyin order blok o'ziga shakllantirib turib, bozor strukturasi o'zgarishni boshlaydi. Hozir kuzatamiz va har doim bozor mana shu holatda shakllanib yuradi. Hop, 1 minutlik o'tamiz-da. Mana bu zonaga kelish kutyapti dedim men. Sell-side taking, mana bu sell-side take. Ichiga o'tamiz. 1200. Hop. Yaxshi. Endi ko'rishimiz mumkin, mana bozorimiz mana shu bizning liniyamizda sell-side liquidity zonani o'zidan ortga qaytishni boshladi. Ham yana bunga qo'shimcha nima sababdan men yana buy kiryapman, kuchli short pozitsiyadan deyapman, tushuntirdim. Sell-side liquidity olgandan keyin bozorimiz ortga qaytadi katta bosqich bilan. Chunki har doim mana shu liquiditlarni olgandan keyin bozor ortga algoritm asosida ortga qaytadi ko'p hollarda, har doim. Hop. Mana bu joyga qo'yadigan bo'lsak, hali aniq bir stop loss qo'yish nuqtasini belgilaganim yo'q, chunki umumiy katta kuch bilan qaytish holati bo'lgan yo'q bizda. Mana misol uchun pin barlardan holatida mana bitta doji bor bu yerda, lekin umumiy katta yutib yuborilishi ham shunga o'xshagan narsa yo'q. Shunchaki men boyagi foydamizni hisoblagan holatda $1000 bo'lsa, $500 atrofiga qo'yib turib kutaman. Ozgina onasini ochdim. Sababi bu sell-side liquiditydan ozgina pastga ham tushib turib, keyin ko'tarilish ehtimoli ham bor. Hop. Chunki hali mana bu 5 minutlik time frame o'tib ko'radigan bo'lsak, juda ham hali agressiv short pozitsiya holatini ko'rishimiz mumkin. Mana ko'ryapmiz. Juda ham dahshat tushish bo'ldi. Mana ko'rishimiz mumkin, juda chiroyli tushish bo'ldi bozor. Sell-side liquidity oldi va biz hozir olgan sell-side liquidity'mizni endi ortga qaytish jarayonini ko'ramiz hozir. Hozir mana bu joyni tasdiqlab mustahkamlab olgandan keyin yana 5 lot qo'shmoqchiman. Ko'ramiz, unga qarab, vaziyatga qarab. Hop, qaytdim. Take profit zonamiz. Hozir umumiy holatda selga juda ham katta bosim bilan, liquidity bilan tushdi narx. Endi hozir bozor o'zgarish vaqti har doim bu trend bir-birini narx bir-birini muvozanatlagan holda bozor yuradi, trend bo'lsa ham, xoh buy trend, xoh sell trend bo'lsin. Hozir biz narx muvozanatlash nuqtasiga birinchi sababimiz va ikkinchisi sell-side liquidity oldi. Bu yerda kattaroq bosim bo'ladi va bizning narximiz tezroq ehtimol bilan boyaga o'xshab yana ham liquidity bilan narx tepaga yuradi. Hozir 1 minutlikda mana bu zonani tepasida narximiz yopilgandan keyin, mustahkamlangandan keyin bizda mana bu joyda hozir order blok holatini shakllantiryapti. Mana ijobiy order blok holati bo'lyapti. Mana ko'rishimiz mumkin, juda chiroyli. Hozir mana shu tepasida yopilgandan keyin ko'ramiz mana. Hop, juda ham chiroyli. Mana aytganimdek, hop.
Naq tepada yopilsa, bu yer bizda order blok, ijobiy order blok holatini shakllantiryapti hozir. Tepadagi biz narxga shift, market shift yetib keldi narximiz. Va mana bu o'shanday undan keyingisida narximiz bemalol yorib o'tadi. Bu bozor buzilyapti, strukturasi o'zi buzildi, ko'rishingiz mumkin. Narximiz biz aytgan market shift holatidan kelib keldi, o'zi yetib keldik. Juda chiroyli narx yuryapti va o'zi 200 dollar ochiq foyda. Demak, stop lossimiz endi bemalol mana shuni tayyor qo'yaman. Ko'rishimiz mumkin qancha ziyon qaytgan, hech qancha orqaga minus pul bo'lmadi. Deyarli 145 dollar atrofidan orqaga qaytib keldi. Xolos. Juda ham yaxshi. 15 sekundlik o'tamiz, chunki likvidlik yaxshigina bor. Hozir bozorda silver blood holati bo'lyapti. Eng kattaroq pozitsiyalar o'sha soat o'tgan bir videomda aytganimdek, kattaroq pozitsiyalar bozorga kirib bo'ldi va umumiy endi orqaga qaytish bo'lyapti. Katta bosim bilan bu yoqqa tajovuzkor bo'ladi bozor. Sababi ham Avidga yaqin launch time bo'lyapti. Hop, mana market shift holati kuzatildi bizda. Bu yerda order block juda chiroyli. Endi kutamiz. Bizga 5 lotda o'zi ham yetadi, chunki ertalabki foydamiz ham bor. Hozir ham yomon emas, ozgina kichkina risk qilganimiz ham yaxshi. Bu yoqni kuzatamiz, 5 lotda o'zida take profitgacha boradigan bo'lsa, bizga 1000 dollardan 1200 foyda olib keladi. Deylik, shuni mana sal pastroqqa qo'yib 1000 dollar atrofiga qo'yishimiz ham mumkin. Mana bu zonada buy side bor ekan, hop. 1135. Juda ham yaxshi bozor ketyapti. Kuzatamiz endi. Valiga nuqtamiz. Ne sandın, belki utandım, gözlerinde yaştım her damlaya sardım. Bir andım, hüsnü zandım, yalan da olsa her gülüşe kandım. Tamam, belki onlar bilmez, ben utandım. Belki ben de yalandım ve zaman girdi aramıza birden. Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı. Dayandım kapılara, yalnızım uzak ara. Deryaya dalmışım ben, sığmam hiç odalara. Vapurlar adalara, vurdum hep karavana. Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara. Seni benden inan bana kimse kızım alamaz. Kimse ilmeği de boşa boyuna dolamaz. Kimse mermilere adres falan soramaz. Yer altındayım kimse beni aramaz. Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz. Eser rüzgar ama saçlarını taramaz. Suizandım, gelirsin sandım. Dayandım kapılara, yalnızım uzak ara. Deryaya dalmışım ben, sığmam hiç odalara. Vapurlar adalara, vurdum hep karavana. Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara. Tamam, belki onlar bilmez, ben utandım. Belki ben de yalandım ve zaman girdi aramıza birden. Demek ki
ya tutuklusun ya da yeraltı. Ne sandım, belki utandım. Gözlerinde yaştığım her damlaya sarıldım. Bir andım, hüsnü zandım. Yalan da olsa her gülüşe kandım. Tamam, belki onlar bilmez, ben utandım. Belki ben de yalandım. Ve zaman girdi aramıza birden. Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı. Dayandım kapılara, yalnızım uzak ara. Deryaya dalmışım ben, sığmam hiç odalara. Vapurlar adalara, vurdum hep karavana. Eğer ki sen de yoksan, çıkmam hiç karalara. Seni benden inan bana kimse kızım alamaz. Kimse ilmeği de boşa boyuna dolamaz. Kimse mermilere adres falan soramaz. Yer altındayım kimse beni aramaz. Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz. Eser rüzgar ama saçlarını taramaz. Suizandım, gelirsin sandım. Dayandım kapılara, yalnızım uzak ara. Deryaya dalmışım ben, sığmam hiç odalara. Vapurlar adalara, vurdum hep karavana. Eğer ki sen de yoksan, çıkmam hiç karalara. Tamam, belki onlar bilmez, ben utandım. Belki ben de yalandım. Ve zaman girdi aramıza birden. Demek ki ya tutuklusun ya da yeraltı. Ne sandım, belki utandım. Gözlerinde yaştığım her damlaya sarıldım. Bir andım, hüsnü zandım. Yalan da olsa her gülüşe kandım. Tamam, belki onlar bilmez, ben utandım. Belki ben de yalandım. Ve zaman girdi aramıza birden. Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı. Dayandım kapılara, yalnızım uzak ara. Deryaya dalmışım ben, sığmam hiç odalara. Vapurlar adalara, vurdum hep karavana. Eğer ki sen de yoksan, çıkmam hiç karalara. Seni benden inan bana kimse kızım alamaz. Kimse ilmeği de boşa boyuna dolamaz. Kimse mermilere adres falan soramaz. Yer altındayım kimse beni aramaz. Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz. Eser rüzgar ama saçlarını taramaz. Suizandım, gelirsin sandım. Dayandım kapılara,
Yalnızım uzak ara, deryaya dalmışım ben. Hop do'stlar, mana ko'rib turibsiz, yaxshigina yumush harakat bo'lyapti tepaga qarab. Men o'sha bezubitga qo'yib qo'ydim. Hozir bizga $800 foyda beryapti. Ozgina qoldi biz take profitimizga uchishga. Yaxshigina qaytish bo'lyapti. Narx o'zini muvozanat nuqtasiga yaxshigina harakat intilyapti. Ko'rayotganimiz bilan juda ham yaxshi. Ozgina qoldi. Hozir bir take profit nuqtamizga kelishiga. Deyarli $1000 ga yaqin foyda turibmiz. Hop. Stop loss ko'taraman $500 atrofiga, agar narximiz ozgina qaytadigan bo'lsa ham. Lekin take profitimizga juda oz qoldi. Qani endi take profit ur. Yaxshi. Yana ozgina qoldi. Hop, narximiz deyarli hozir 40% atrofida narximiz qaytib qarshilikka uchrayapti. Nosmoni muvozanat nuqtasiga yetib borgani yo'q. Menimcha yetib boradi. Juda yaxshi. $1000 foydadamiz juda chiroyli ish. Hop. Stop loss ko'taramiz. Oxirgi nuqtaga qo'yamiz. Mana ikki. $850 ekan. Stop loss olgan $1000 ga chiqdi. Lekin qarshilik, yaxshigina qarshiligimiz ham bor shuningcha hisobiga. Agar stop take profit urmaydigan bo'lsa, biz $800 foydada yopamiz. Oh, yaxshi. 1000. Hop. Qani endi bitta ozgina qoldi. $1060 atrof foyda turibmiz. Ur endi qaytma. Hop. Ko'rdik bo'ldi do'stlar, take profitimizga ozgina yetmadi. Non stop lossimiz $900 da yopyapman. Hozir narx qaytsa yopaman. Chunki o'zi katta voli gap bilan orqaga qaytib imbalans bilan tushyapti narx. Order filled. Hop, take profitimizga ozgina yetmay qoldi. Mayli. $900 foydada yopdim. Hammalarga rahmat.